yuqoridagi videoga ahamiyat beramiz. Tez ye ovqatingni. Menga qara, yemaguningcha turmaysan. Qara, hamma yeb ketdi ovqatini, o'tiribsan. Tez ye. Bitta tarbiyachini xatti-harakatlari noto'g'ri. Yoki birinchidan bolaga buyruq ohangida, buyruq munosabatida ovqat yeyishga bolaga ta'sir kuchini o'tkazyapti. Ikkinchisi, bolani samootsyenkasini tushirib boshqalar bilan solishtiryapti. Bu yerda men tarbiyachi bo'lganimda hozirgi bilim tajribamdan kelib chiqqan holda boshqacharoq yondashgan bo'lardim. Ya'niki bolani ovqatni sifatiga, ko'rinishiga, ovqatni nomi bilan qiziqtirib bolani u yerda tanlov bor edi. Kompot, non, birinchi va ikkinchi ovqatlar o'shani ixtiyoriy tarzda bola qaysini xohlasa shuni yeyishdan boshlashligini, bolani ovqatga qiziqtirib turib ovqatlantirish tashkil qilgan bo'lardim. Keyingi holati bo'lsa bolani shaxsga yo'naltirilib kamsitilishi va boshqalar bilan solishtirilishi. Bu yerda bo'lsa sal boshqacharoq yana yo'l tutgan bo'lardim. Bu yerda kattalar bilan qanaqadir bolaga motivatsiya berib turib, misol uchun shu ovqatni yeb qo'ysang, adinga o'xshagan kuchli bo'lasan yoki shu ovqatni oxirigacha yeb qo'ysang, tezroq maktabga chiqasan. Shu ovqatni yeb qo'ysang yana qanaqadir bir bolalarni o'zining bir taqlid qilgan personajlari bo'ladi. Shuni misol qilgan holda motivatsiya berib, ovqatni oxirigacha yedirishga harakat qilgan bo'lardim. Yuqoridagi holat haqida siz ham o'z fikringizni kommentariyada qoldiring.